Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz mana anamning kindiqdan to'kilgan go'zal Achinoq yezi kiyib o'tiramiz. Bu yezi kiyib o'tirganimizning sababi mana Saydullo Murodilovning homiyligi bilan bu go'zal jutni kuylab bir go'zal naqsh yozgan edik. Mana shu naqshning muzikasini Ilyar aka Mashruf yozgan bo'lsa, so'zni o'zim yozgan edim. Endi bu naqshini babiga yetkazib, yurakka tekkizib o'rlagan Katman yezining talantli yigiti Seychan Zaitovga ko'p rahmat aytamiz. Endi Seychan o'zingiz keg'iz gap qilsangiz. Endi bu naqshning qandaq yezilishi, qandaq ideya kimga keldi birinchi? Endi bu naqsha shu Saydullo og'amiz o'zining boshdan armin deydigan. Bir qiziqarli yeri ashunchalik jon ko'yarkanligini ko'rinib turdi. Bugun premyerasini qildiganga Olmutning Achinoqqa kelib o'tirsa, shunaqa deng. Durust. Naqshni o'rlagan Seychan Zaitovga ko'p rahmat. Ustodoq jo'lada assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi shu naqshni o'rlagan ham shunaqalar chiqishiga sababchi bo'lganlarga nima tilaysiz? Men teqana semiyasi baqit, salomatligi yaxshi, omad eson yurishini xohlaymiz, boshqa nima deymiz jutda. Endi bugun masada aytilgan go'zal jutum nomli naqsh to'g'risida hissiyotingizni aytgan bo'lsangiz. Bugun men mushunchilik Achinoqqa atab aytgan naqshiga men xursand. Shunchalik men xo'shalib ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Bugungi aytilgan naqsha sizning ko'nglingizda chiqdimi? Ko'nglimizdan chiqdi. Nima deymiz-ki, aytaver. Aytilgan nima yo'q, xo'shal. Assalomu alaykum. Bugun mana shu chiroqlardan kelib, bugun mush bayramga bag'ishlab, shu naqshni akaganlarga ko'p rahmat qilganlar. Naqsh shunday yaxshi ko'nglimizdan chiqdi. Endi mana shu jutni boshqarib o'tirgan Jigitbeshi Muhiddin Anayat vakaga navbat beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana rahmat inlari mana shuncha ijroqiyatdan kelib Achinoqqa jutdim deb o'zlarining naqshlarini chiqarib qilgan hammaning ko'nglidan chiqdi. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat. Sen bugun aytilgan naqsh yoqdimi? G'urovozi gezitining muxbiri Yo'ldosh Molotov akamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom kamonlar. Go'zal jutum degan naqshning premyerasi bilan keldik. Shu naqsh yoqdimi? Albatta. Taqozolik bilan kutgan, bizning kutganimiz din eshib ketdi bu. Rostini aytganda, hozir bir naqshni tinglab, hammamiz xo'shal bo'ldik. Sizlarga ming bir rahmat kamonlar. Endi Seychan Zaitovning naqshini yaxshi aytganini hammamiz yaxshi bilamiz, so'yib tanishamiz. Biroq u bu Achinoq jutuniki emas, Katman yesidan. Nimishki shu naqshni Seychan Zaitov o'rladi? Seychan Zaitovning o'rnishining sababi Seychan dastlabki qitim Katmanim deb naqsh chiqqanda, shu Katmanim degan naqsh mening yuragimga tekkandi. Jut to'g'riliq aytilgan. Shunda men ichimga bir fikr bo'lgan, agar hamma narsa durust bo'lsa, hamma narsa ritida bo'lsa, men Achinoqam degan jutimga bir naqsh taqdim qilman degan o'y bo'lgandi. Shu armonim amalga oshdi deb o'ylayman. Saydullo aka, sizni butkul Achinoq jutini chin yurakdan tabriklaymiz. Bugun mana shu naqshimizning premyerasini qildiganga Achinoq yesiga kiyib o'tirmiz. Sevginiman onjut seni. Yuragimda yaşaysan meni. Göz aldımda